PM News kanalida futbolchilar hikoyasi taqdim etib kelinayotganidan xabaringiz bor. Bugun esa e'tiborimizni futbol tarixidagi afsonaviy mutaxassislardan biri Arsen Vengerga qaratamiz. Bu murabbiy haqida gap ketganida birinchi bo'lib xayolimizga Angliya Premyer Ligasi va Arsenal jamoasi keladi. Lekin aslida Venger Premyer Ligaga endi kelgan vaqtlarda ingliz futboli haqida hech narsani bilmasdi. Hatto 1996-yilda Ferguson Arsen Vengerning Arsenalga kelishiga shubha bilan qaradi. Lekin aynan shu no-name murabbiy Manchester Unitedning hukmronligini to'xtatib, 17 yil davomida Alex Fergusonning eng asosiy va prinsipial raqibiga aylandi. Aynan fransuz murabbiyni Ferguson 2008-yilda do'sti deb atadi va ularning raqobatidan faxrlanishini ham aytib o'tdi. Vengerning buyukligi haqida faqat murabbiylar emas, balki uning yutuqlari ham gapiradi. 17 ta sovrin, Angliyada rekord bo'lgan 49 o'yindan iborat mag'lubiyatsiz seriya va yengilmaslar laqabi. APLda 15 marta oyning eng yaxshi murabbiy sovrini va 21-asrning birinchi 10 yilligidagi eng yaxshi murabbiy unvoni. Ammo Vengerning eng katta yutug'i bu kuboklar emas, balki APL va umuman futbolga kiritgan inqilobi. Chunki uning ko'plab g'oyalari hozir ham muvaffaqiyatli tarzda qo'llanilib kelmoqda. Bugungi video aynan shunga bag'ishlanadi. Shuningdek, biz sizlarga fransuz qanday qilib top murabbiyga aylanganini, nega hozirgi Artetaning yutug'i Vengerning mehnati ekanini va u Arsenalni tark etganidan keyin ham futbolni qanday o'zgartirayotganini aytib beramiz. Yosh Arsen futbolchi sifatida katta iste'dodga ega emasdi va asosan yarim professional jamoalarda o'ynardi. Faqatgina faoliyatining oxiriga kelib Strasburg jamoasiga o'tdi va ular bilan birga Fransiya chempionligini qo'lga kiritdi. Ammo u yerda ham ko'proq yoshlar bilan shug'ullanardi va shu vaqtdan boshlab uning murabbiylik sohasiga qiziqishi yanada kuchayib borgandi. Arsen yoshlikdan murabbiylikka qiziqar edi. Hatto u 16 yoshidanoq mashg'ulotlarni tashkil etishda murabbiylarga yordam bera boshlagan va München Gladbachning o'yinlarini tahlil qilib kelardi. O'sha paytda bu jamoa ko'p marta Germaniya chempioni va UEFA kubogi sohibiga aylangan edi. Venger ularning sirlaridan biri qat'iy ovqatlanish rejimi ekanini bilib oladi. Shuning uchun 32 yoshida murabbiylikka kirishganida ovqatlanishga alohida e'tibor bera boshladi. U allaqachon ilk mavsumidayoq Nansi jamoasiga dietolog olib keldi va futbolchilarga o'yin oldidan ovqatlanishni taqiqladi. Venger murabbiy emas, balki haqiqiy menejer bo'lishni istardi. U Fransiyada birinchi bo'lib klubda ilmiy sport bo'limini tuzdi va hatto to'plarni yetkazib berish masalasini ham o'zi hal qilardi. Keyin esa Monakoda taktik mashg'ulotlarni joriy qildi. Qayta tiklangan skaut bo'limini mashhur darajaga olib chiqdi. Futbolchilarning ovqatlanishini o'zgartirdi. Ularni tahlil qilish uchun maxsus dasturdan foydalandi. 80-yillarda bu zamonaviy texnologiya sifatida qaralardi. Venger soatlab video yozuvlarni ko'rardi va natijada Monako 5 yildan keyin ilk bor Fransiyada chempion bo'ldi. Uning davrida Monako deyarli doim kuchli uchlikdan joy olardi. Yevropa kuboklarida final va yarim finalgacha yetib borardi. Venger kichik mablag' bilan ham katta natijalarga erishish mumkinligini isbotlardi. U ko'plab futbolchilarning iste'dodini ochib berdi. Kamerundan kelgan George Weah, havaskor jamoada topilgan Lilian Thuram, yoshlardan chiqqan Emmanuel Petit va albatta Thierry Henry. 1994-yilda Monaco jamoasi uni Bavariyaga qo'yib yuborishga rozi bo'lmadi. Biroq bir necha oy o'tib, Venger o'z xohishiga ko'ra iste'foga chiqdi. O'z yurtidagi korrupsiya mojarolaridan charchagan Arsen Yaponiyaga yo'l oldi va Naoga Grampus 8 jamoasini qabul qilib oldi. U yerda ham odatlarni o'zgartirdi. Futbolchilarning vaznini nazorat qilish, yog' miqdori uchun jarima, sauna odatini bekor qilish, mashg'ulotlarda zaiflik ko'rsatgan futbolchilarni tanqid qilish va hatto sustkashlar deb atash. Bu qattiqqo'l uslublar jamoani oxirgi o'rindan 2-o'ringacha olib chiqdi. Keyin esa mamlakat kubogi va super kubogini qo'lga kiritdi. Shu tufayli Venger Yaponiyada yilning eng yaxshi murabbiyi deb topildi. 1,5 yildan keyin esa Londonga ko'chib o'tdi. Bu orqali Venger Premyer Liga jamoasini boshqargan ilk fransiyalik murabbiyga aylandi. Uning jamoa murabbiyga aylanishiga dastlab ommaviy axborot vositalari tanqidiy munosabatda bo'ldi va hatto jamoaning ayrim futbolchilari tomonidan ham bu qarorga shubha bilan qaraldi. Independent jurnalistining Arsenal bo'yicha tayyorlagan lavhasida esa muxlislardan klub murabbiyligiga nomzodlar haqida savol berib, ular ichida Venger familiyasi aytilganida hatto ayrim muxlislar uni umuman tanimasliklarini ham tan olishdi. Ingliz matbuoti uni masxara qildi. Arsen kim o'zi? Yaponiyadan kelgan odam deb yozishardi. Arsenal sardori Tony Adams ham fransuz haqida salbiy gapirdi. Uni oddiy maktab o'quvchisiga o'xshatdi. Hatto ingliz tilida gaplashishga qodirmi deb savol ham qo'ydi.
Biroq fransiyalik murabbiy bu holatlarga jiddiy e'tibor qaratmadi va o'z ishini qilishga kirishib ketdi. U Arsenalning avvalgi murabbiylardan farqli ravishda transferlar va shartnomalar, mashg'ulotlar bo'yicha nazoratni to'liq o'z qo'liga oldi hamda rahbariyat uning ishiga aralashmasligi kerakligini talab qildi. Arsen bu orqali nafaqat Arsenalni, balki butun ingliz futbolini o'zgartira boshladi. Birinchi ishi chet ellik futbolchilarga yo'l ochish bo'ldi. 1996-yilda Angliyada chet ellik murabbiylarning muvaffaqiyatiga deyarli ishonishmasdi. Wenger esa APL tarixida atigi 3-xorijlik murabbiyga aylandi. Uni tanqid qilgan jamoa sardori Adams esa jamoa sxemasi o'zgargani va o'zi asosiy tarkibdan tushib qolgani uchun ham norozi bo'ldi. Bir mag'lubiyatdan keyin hatto murabbiy bilan janjallashmoqchi ham bo'ldi. Wenger esa vaziyatni yumshatib, mojaroni to'xtatdi. Ammo jurnalistlarning hujumlarini to'xtatish qiyin edi. Uni janob hech kim deb atashdi. Transferlarni esa eng xavfli qarorlardan biri deb yozishdi. Hatto uning shaxsiy hayotiga oid yolg'on mishmishlarni ham tarqatishdi. Shunga qaramay, fransuz murabbiyi birinchi mavsumidayoq Arsenalni kuchli uchlikka olib chiqdi. Keyingi mavsum esa Arsen Wenger APL chempioni bo'lgan birinchi xorijlik murabbiy sifatida tarixga kirdi. Wenger chet ellik murabbiylar ham Angliyada g'alaba qozona olishlarini isbotladi va shu orqali legioner murabbiylar to'lqinini boshlab berdi. Bugungi kunda APLda atigi 4 nafar ingliz murabbiyi qolgan xolos. Eng qizig'i, angliyalik murabbiylarning o'zi ham biror marta APL chempionligini qo'lga kiritishmagan. Wenger esa APLni xalqaro brendga aylantirishda ham katta rol o'ynadi. Har bir transfer oynasida Arsenalga chet ellik futbolchilar kelar. 2005-yilda esa u tarixda birinchi marta maydonga faqat legionerlardan iborat tarkibni tushirdi. Bu qasos emas, balki pragmatik qaror edi. Chet ellik futbolchilar Wengerning o'yin uslubiga ko'proq mos tushar. Narxi ham ingliz futbolchilaridan arzonroq va ularni olib kelish osonroq edi. Bundan tashqari, Arsen vatandoshlarni ham jalb qila olardi. Henry, Pires, Vieira, Anelka, Nasri, Giroud, Lacazette va boshqalar. O'z faoliyati davomida Wenger Arsenalga 30 dan ortiq fransuz futbolchilarini olib kelgan va deyarli har biri klub uchun muhim o'yinchiga aylanishgan. Uning legionerlarga bo'lgan ishonchi keyinchalik boshqa murabbiylar tomonidan ham davom ettirildi. Hozir ham ingliz klublarining katta qismi legionerlardan iborat. Masalan, Cityda 22 futbolchidan 16 tasi, Liverpoolda esa 28 futbolchidan 21 tasi chet ellik. Endi futbolchilardan jamoaga va ikkinchi jihatga o'tamiz. Innovatsion boshqaruv. Arsenalga kelganidan keyin Wenger tayyorgarlik jarayonini tubdan o'zgartirdi. Angliyada odat bo'lgan mashaqqatli mashg'ulotlar o'rniga u cho'zilish mashqlari va to'pni nazorat qilishga urg'u berdi. Mashg'ulotlarda an'anaviy uslublarga emas, balki vaqt o'lchovi va ilmiy yondashuvlarga suyandi. Yana bir yangilik yangi futbolchilarni tanlashda statistika tahlillaridan foydalanish edi. Moneyball Pul o'yini filmida Brad Pitt o'ynagan qahramon qanday qilib qadri bilinmagan beysbolchilarni topib, ulardan yulduzlarni yasaganini eslasangiz kerak. Wenger bunday uslubni bundan 20 yil oldin qo'llagan va shu orqali butun liga uchun yo'nalish bergan edi. Statistikaga asoslangan yondashuvi va tafsilotlarga e'tibori tufayli unga professor laqabi beriladi. Bundan tashqari u futbolchilarning sog'lig'i va ovqatlanishiga katta e'tibor qaratardi. Klub rahbarlarini yangi mashg'ulotlar markazi qurishga ko'ndirdi. Osteopat va igna terapevtni yolladi. Gazli ichimliklar, yog'li taom va shirinliklarni taqiqladi. Asosiy urg'uni baliq mahsulotlari va sabzavotlarga qaratdi. O'yinchilarning chidamliligini oshirish uchun oshpazlardan taomga kreatin qo'shishni so'radi. Dastlab futbolchilar qarshilik ko'rsatishdi, shokolad talab qilishdi, hatto o'yin paytida norozi ham bo'lishdi. Ammo vaqt o'tishi bilan ular bunga nafaqat o'rganib qolishdi, balki murabbiydan minnatdor bo'lishdi. Chunki bu uslub ularning faoliyatini bir necha yilga uzaytirdi. Wengerning yondashuvi boshqa APL murabbiylari tomonidan ham tezda qabul qilindi. Masalan, Sam Allardyce Boltonda ovqatlanish tartibini o'zgartirib, natijada jamoani tarixiy tarzda Yevrokuboklarga olib chiqdi. Fransiyalik murabbiy alkogol muammosi bilan ham kurashdi. O'sha paytda Arsenal futbolchilari ko'p ichishardi. Hatto mudofaa chizig'ini u mast himoya deb ham atardi. Wenger o'zi ichmasdi. Garchi o'sha paytlarda deyarli barcha murabbiylar har o'yindan keyin vino ichsa ham. U Tony Adamsni anonim alkogoliklar klubiga yuborib, unga qaramlikdan qutulishga yordam berdi. Natijada Adams ichishni tashladi va yana bir necha yil yuqori darajada o'ynadi. Hatto 2000-yilda sportchilar uchun reabilitatsiya markazini ham ochdi. Bu voqea Wengerning nafaqat zo'r murabbiy, balki inson sifatida ham kuchli shaxs ekanini ko'rsatadi. U futbolchilar bilan muloqot qila olar, yosh iste'dodlarni rivojlantirishga katta ahamiyat berardi. Uning mashhur so'zlaridan biri shu edi: "Biz yulduzlarni sotib olmaymiz, biz ularni yaratamiz." Wenger Arsenalning cheklangan byudjetini yaxshi tushunib, yosh iste'dodlarga e'tibor qaratdi. Birinchi yillik transfer Patrik Vieira bo'ldi.
Futbolchi rasmiy jihatdan Wenger tayinlanishidan oldin kelgan bo'lsa-da, aynan fransuz murabbiyi bu g'oyaning tashabbuskori bo'lgani aytiladi. Dastlab Milanda omadsiz mavsum o'tkazgan 20 yoshli yigitga pul sarflash xavfli tuyulganida, lekin Wenger undan ulkan salohiyatni ko'rib, uni asosiy tarkibga qo'ydi va Vieira 9 yil davomida Arsenalning tayanch futbolchisiga aylandi. Shuningdek, Wenger 17 yoshli Nikolay Anelkani 760 ming yevroga olib keladi. 3 yil ichida u Premier Liganing ikkinchi eng yaxshi to'purariga aylanadi va 35 million yevroga Real Madridga sotiladi. Ya'ni Wenger uni 46 barobar qimmatroqqa sotishga muvaffaq bo'ladi. Keyinchalik klubga Alex Son, Gael Clichy, Robin van Persie va Emmanuel Eboe kabi futbolchilar keladi. Ularning yoshi o'sha paytda 17-21 orasida bo'lgan va ularning barchasiga atiga 10 million yevrodan biroz ko'proq sarflangan edi. Keyin esa so'ng 19 millionga, Van Persie 30 millionga sotiladi. Barselonadan 3.2 millionga sotib olingan Cesc Fabregas esa 34 millionga qaytib sotib yuboriladi. Wenger futbolchilar bilan shaxsan uchrashib, ularni Londonga ko'chib o'tishga ko'ndirardi. Ayrim holatlarda hatto ular maoshni muhokama qilmasdan shartnoma imzolashga ham rozi bo'lishgan. Eng yorqin misol Thierry Henry. Wenger 22 yoshli fransuzning Juventusdagi omadsiz tajribasidan keyin uni qayta tikladi. Qanotdan hujumga o'tkazdi va uni APL tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylantirdi. 22 yil davomida Wenger transferlarga umumiy 960 million yevro sarfladi. Bu raqam Angliya chempionati uchun unchalik katta emas, ammo u shikoyat qilmadi. Boridan unumli foydalandi. Chunki ko'p narsa nafaqat futbolchilarga, balki uning yangi o'yin uslubiga ham bog'liq edi. Bu hatto muxlislarning o'z klubi haqidagi qo'shig'iga ham aylanib ketgan. 1-0 Arsenal foydasiga. Wenger kelishidan avval kanonirlar juda zerikarli futbol o'ynashardi. Oddiy, inglizcha pragmatik uslub. Ammo 70-yillardagi Ajaxning total futboldan ilhomlangan Arsen bunday uslubni yoqtirmasdi va hammasini o'zgartirishni boshladi. Uning kelishidan oldingi mavsumda Arsenal urilgan gollar soni bo'yicha atiga 10-o'rinda edi. Ammo Wengerning ilk mavsumidayoq eng ko'p gol urgan 3 jamoa ichiga kirdi. Pires, Ljungberg, Henry va Bergkamp kabi texnik futbolchilar katta erkinlikka ega bo'lishdi va chiroyli kombinatsiyalar yaratishni boshlashdi. Bergkampning mashhur goli esa BBC tomonidan Angliya Premier Ligasi tarixidagi eng go'zal gol deb ham tan olindi. Wenger futbolchilarda ijodkorlik, tashabbuskorlikni kuchaytirdi va ularni erkinroq qildi. Uning uslubini hatto Wenger Ball ham deb atashardi. Dastlabki mavsumida u avvalgi murabbiylardan qolgan 3-5-2 yoki 5-3-2 sxemalardan foydalandi. Ikkinchi mavsumdan boshlab esa u asosiy tizim sifatida 4-4-2 ni tanladi. Lekin bu sxema deyarli barcha jamoalarda bor edi. Shuning uchun u taktik chiziqlarni harakatlantirishni boshladi. Masalan, 2003-2004-yilgi mavsumda Gilberto Silva markaziy himoyachilarga yaqinroq harakatlanar, Bergkamp esa yarim himoyachilarga yaqinlashar edi. Natijada sxema ko'proq 4-2-3-1 ga o'xshardi. 2004-yildan boshlab Wenger 5 yarim himoyachi bilan tizimni to'liq yo'lga qo'ydi va tez-tez 4-2-3-1 ni qo'lladi. 2011-2012-yilgi mavsumda esa bu tizimni u 4-3-3 shakliga aylantirdi. Natijada Arsenal nafaqat chiroyli, balki samarali ham o'ynay boshladi. Wenger sovrinlar yutib, APL tarixida o'chmas iz qoldirdi. Wenger kelishidan oldin APLning mutlaq hukmdori Manchester United edi. Liga tashkil topgan birinchi 4 yilda ular atiga bir marta chempionlikni boy berishgan edi. U ham bo'lsa Alan Shearer boshchiligidagi Blackburnga. Ammo Wenger kelishi bilan vaziyat o'zgardi. Uning ikkinchi mavsumidayoq Arsenal Unitedni mag'lub etib, APL chempioniga aylandi. Oradan bir necha kun o'tib esa Angliyada kubokni qo'lga kiritib, oltin dublni rasmiylashtirdi. 2001-2002-yilda ketma-ket 3 marta ikkinchi o'rinni olgach, yana chempion bo'ldi. Oradan 2 yil o'tib esa Arsenal butun mavsumni mag'lubiyatsiz o'tkazdi va jamoaga yengilmaslar nomi berildi. Bunga qadar bunday natija faqat 1889-yilda Preston North Endga nasib qilgan, lekin o'shanda liga 22 o'yindan iborat edi xolos. Bu ulkan yutuqlardan keyin esa inqiroz davri boshlandi. Uniteddan 208 hisobidagi mag'lubiyat, Chelseadan 0-6 hisobidagi yutqazish. Qiziq tomoni, bu Wengerning Arsenal murabbiy sifatidagi 1000-chi o'yinida sodir bo'ldi. Shuningdek, Arsenal 20 yil ichida ilk bor kuchli to'rtlikdan tushib qoldi. Yevrokuboklardan chetlatildi va doimiy Wenger out shiorlari paydo bo'ldi. Ko'pchilik Wenger zamonaviy futbolga moslasha olmaganini, ayniqsa mudofaa va taktika borasida ortda qolganini aytardi. Ammo bu yagona muammo emasdi. 2006-yilda yangi stadion ochilgach, klubning byudjeti yanada cheklandi. Ustiga ustak har mavsumda yetakchi futbolchilar jamoani tark etardi. Ko'pchiligi esa boyroq bo'lgan prinsipial raqiblar tarkibiga borib qo'shilishardi. Misol uchun Van Persie Manchester Unitedga,
Ashley Cole Chelsea'ga, Nasri, Klishi, Kolo Ture, Adebayor va Sanya esa Manchester City'ga yo'l olishdi. Shunday bo'lsa ham Wenger Arsenalni yuqorida ushlab turishga harakat qildi. So'nggi chempionlikdan keyin ular atiga 2 marta kuchli to'rtlikdan tashqarida qolishdi. Chempionlar Ligasi finaligacha chiqa olishdi va 4 marta Angliya Kubogi hamda Super Kubogini qo'lga kiritishdi. O'sha sharoitda undan yaxshiroq natija ko'rsatadigan murabbiyni topish ham qiyin masala edi. Meros. Mikel Arteta bir safar shunday degandi: Wenger Arsenalning kelajagidagi muvaffaqiyatlari uchun poydevor bo'ldi. Haqiqatan ham klubdagi ko'p narsalar uning davridan saqlanib qolgan. U Arsenal tarixidagi eng yaxshi futbolchilardan 4 tasini tarbiyalagan. Muxlislar sonini bir necha barobarga oshirgan. U tufayli klub rahbarlari zamonaviy stadion qurishdi va u bir necha yil ichida Yevropadagi eng daromadli stadionga aylandi. Hozir esa bu daromad tufayli har yili transferlarga 150 million yevrodan ortiq mablag' ajratilmoqda. Hatto 2024-2025 yilgi mavsum startidan oldin jamoat transferlar oynasida 300 millionga yaqin pul sarfladi. Wenger davrida klub bunday xarajatlarga tayyor emasdi. Wenger bir safar futboldan keyingi hayotdan qo'rqaman deb tan olgan. U chinakam futbol fanatiki edi va murabbiylik faoliyatini tugatgandan keyin ham o'yindan uzoqlashmadi. Endi u FIFAda global rivojlanish bo'yicha ishlamoqda va futbolni yaxshilash uchun muntazam g'oyalar taklif qilmoqda. Masalan, ofsaydni qayd etishning yangi usuli yoki outni oyoq bilan tashlash kabi. Xullas, Arsene Wenger siz uchun nimasi bilan yodda qolgan? Izohlarda yozib qoldiring va aynan shu yerda keyingi qahramonlar va mavzular bo'yicha ham takliflaringizni qoldirishingiz mumkin.